Germaniyada uy sotib olsang, uy ham saniki emas, lekin yer ham saniki emas, daraxt ham saniki emas, uy ham saniki emas. Hammasiga davlatning qonunlariga qarab, odamlarga qarab ish qilishing kerak. O'zing xohlagan paytda hech qila olmaysan. Nemis qo'shnilar bilan g'iybat. Kim bilmasa, mani uyim 20 sotix yerim bor Germaniyada. Uni ish qilish kerak, tozalash kerak, uy tuyulish kerak, daraxtlarni kesish kerak. Biz onamlarni kutdik, qilmadik-da. Endi qishga tayyorlayolmadik nimamizni, yerimizni, endi lekin bahorga tayyorlash kerak. Bugun oldindagi agaroddan, oldindagi yerdan boshlaymiz dedik Sirijon bilan birga. Yerlarni tozalashni, daraxtlarni kesishni, slishkim o'sib ketgan, uyimizni to'sib qo'ygan daraxtlarda, katta-katta daraxtlar. Endi ikkita qo'shnim o'tib ketibdi. Aytadiki, ha, o'sha vaqt o'tib ketdi, endi kesyapsizlarmi? Ha. Nima, ha endi biz ulgurmadik nima qilib. Ha, nima, mumkin emas-da o'zi, baribir lekin kesasizlar-da, endi bilganlaringizni qilasizlar-da, baribir hamma qilib bilgancha qiladi-da deb shunaqa gap yuzib tekizib ketibdi. Mayli, ha endi hech gap gapirmadik unga, yana qilamiz. Endi ular qaytib kelyapti endi. Kuchukchasini aylantirishga olib chiqqan. Ular kuchuk bolasi yo'q, kuchukchasi bor hammasini. Kuchukchasi bilan qaytib kelyapti. Biz o'sha ozgina kesganmiz. Keyin ha endi chidasa bo'ladi. Nima, hamma qo'ldan kelganini qiladi-da deydi. Shuna bu-ku, iblisam, kulib sizda haqoratlayapti-da, kulib sizga gaplar gapiryapti shuna. O'zing shuna bu ovozingni o'chir, вообще-то mana bu mani yerim deb urushqim keladi mana shunda. Shuna bu mani agressiyamni ular qo'zg'adi shuna. U mani yerim, o'zimni yerim, o'zimni o'tim, o'zimni qumim, o'zimni tarakanim, o'zimni yuvron qozig'im, nima qilsam o'zim qilaman. Ovozingni o'chirib o'tir. O'zim xo'jayin emasmanmi? Sen cho'dir menga o'rgatishing kerak, nima qilishimni, qanday qilishimni. Qarcha shunaqa, agar 1-martgacha biz daraxtlarni kesishimizga ruxsat, 1-martdan keyin daraxtlar kesilsa, agar kesmoqchi bo'lsak, qo'shnilarimiz bizani yoqtirmasa politsiyani chaqirishi mumkin, tabiatni himoya qilishni chaqirishi mumkin. Shuning uchun biz 1-martgacha ulgurishimiz kerak, daraxtlarimizni kesib, yerlarimizni bahorga tayyorlashga, shunaqa gaplar. Bugun kuni bo'yi shuni qildik. Shuning uchun video ham ololmadim, hech ham bo'lmadi, kontent ham bo'lmadi bugun. Shunaqa, zato ish bitdi. Mana shu.